Assalomu alaykum. Kanalimiz mehmonlari. Sizlar hozir Asatillo Shukurov kanalidasiz. Ertaga men shaxsan o'zim qatagimning ichini do'rulaganimni, tozalaganimni ko'rsatib beraman. Qatagim bo'yi 2 metr, eni 1.70. Xudo xohlasa martda induk olaman. Induklarni boqib, ularni semirtirib yo tuxum yo'lanishiga boqaman. Ertaga sizlar bilan men ukam bilan sizlarga video qilib beraman. Shaxsan o'zim qo'lgan kelgancha harakat qilib beraman. Videoga tars like'larni bosib, kanalimizga obuna bo'lib turinglar. Ertaga Xudo xohlasa o'zim kanalimga operatorim bilan nima qilib beraman. Videoga olib beraman. Mana bu qorong'ida ko'rinmayapti qatakim, mana bu. U yomon qorong'ida. Mana men o'zim ham ko'rinmayapman. Ertaga men shaxsan nima qilib